Qadrli teletomoshabinlar, Istiqlol telekanalining tushlikda dasturini tomosha qilyapsiz. Ayni daqiqalardan boshlab tushlik dasturxoni atrofida bizni kuzatayotganlarga yoqimli ishtaha, a'lo kayfiyat tilab qolamiz va biz yuqorida va'da qilganimizdek ajoyib musiqiy jarayonlarni sizlarga taqdim etishdan juda ham xursandmiz va albatta bugungi mehmonlarimiz Zarbdor doira ustalari studiyamizda turibdilar va ajoyib yosh bo'lishiga qaramasdan doira yo'nalishida allaqachon Buxoro san'atida o'z o'rniga ega, o'z muxlislariga ega bo'lgan professional ijrochi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Husniddinjon Zubaydov va ularni shogirdlari bu yerda. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, rahmat aka. Kayfiyatli yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Husniddinjon endi Buxoro san'ati yo'nalishida umuman o'zbek qo'shiqchiligida doira bu birinchi o'rinda turadigan sozlardan biri. Shunday. To'g'rimi? Chunki men ahamiyat beraman ko'pincha mana shu jonli ijrolarda ustoz san'atkorlarni ham taklif qilganimda suhbat qilish uchun, menga yaqinroq bo'lishlari uchun qo'shiqchini, xonandani bu yerga chiqarsam, "Yo'q, Madrahimjon birinchi o'rinda bu tomonda doira bo'lishi kerak" degan so'zlarni aytadilar-da o'ng tomonda. Bu nima uchun? Doira endi musiqada yetaklovchi vazifasini bajaradi. Yetakchi demak cholg'u birinchi o'rinda doira turadi. Keyin o'ng tomonda turishda ham bir eshitishga kerakmi? Ya endi uni ahamiyati yo'q. Sozchini so'zi bu tomonda bo'lganligi sababli bu tomon qulay. Qulayroq, ha? O'ng qo'lda qulayroq. Shunday. Tushunarli. Demak, asosan Buxoro qo'shiqchiligida o'sha zarbli cholg'a doirasiz tasavvur qilib bo'lmaydi endi qo'shiqlarimizni. Chiroyli bitta kuydinglarmi endi bu doira ijrochiligida? Qanaqasidan Buxorochasi yo'nalishida bitta eshitaylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Qani marhamat. Demak, hozir ajoyib doira ustasi Husniddin Zubaydov va ularning yosh shogirdlari ijrosida doira sadosi. Marhamat. Buxoromizni shu Buxorcha asl. Buxorocha usuli. Marhamat. Endi o'zingiz haqingizda ozgina gapirsangiz, bugungi kunda menimcha yosh bo'lishingizga qaramasdan ustozlik ham qilyapsiz. Mana shogirdlardan ko'rishimiz mumkin. Shular haqida ma'lumot bersangiz. Hozirda Buxoro shahar 1-son musiqa san'at maktabida o'qituvchilik doira yo'nalishida dars berasiz. Dars beryapmiz hozirda. Bu o'quvchilar ham shu maktab o'quvchilarimi? Shunday. Asosan doira o'zi necha yoshdan o'rganiladi? Asosan doira endi maktab yoshiga уже yetgan bolalar 7 yoshdan bemalol kelishlari mumkin. O'rgansa bo'ladi. Bu kichkintoyimiz necha yoshda? 10 yoshda. Gap yo'q, lekin menimcha qo'llarida sal kattaroq doira tushib qoldi, ha? Menimcha yoshlariga yoki mosmi, farqi yo'qmi? Husniddinjon? Yo'q, endi ham har bir bolani qo'liga moslashib bo'ladi. Bu doiramiz ham o'ziga mos. Yana kichikroq bo'lsa, yana mos. Biz bilamizki, doira asosan teridan ishlanadi. Bu qanaqa? Mol terisidanmi? Mol terisidan, tuya terisidan. Qaysisi yaxshiroq bo'ladi? Endi asosan shunga qarab ovozi ham har xil bo'ladimi buni? Shunday. Mana bu tuya terisi, mana bu mol terisi. Endi har xil terilardan tashkil topgan. Hajmiga qarab ham ovoz chiqishi har xil bo'ladimi yo uni farqi yo'qmi? Yo'q, qanchalik
hajmi kattalashaversa, shunchalik ovoz butunlashaveradi. Qanchalik kichiklashaversa agar qisqaraveradi ovoz. Doira yo'nalishni o'zi bir katta kitobda. Bunday san'at tarixiga qaraydigan bo'lsak va bugungi kunda doira yo'nalishida ham o'z o'rniga ega bo'lgan ustoz san'atkorlarimiz juda ham ko'p. Qaysi insonlarni o'zingizga ustoz sifatida bilasiz? Endi men birinchi bo'lib ustozim Salimov Bobomurod qo'llarida. Bobomurod aka Salimov, ha? Shu doira qo'limda tutqazgan insonlar. Keyin shu o'zim ishlab turgan birinchi musiqa san'at maktabida Ro'ziyev Bahriddin ustozim nota darsidan nota nimasidan saboq berganlar. Bumbak. Nota deganda endi doirani notasi bumbak bo'lsa kerak-da. Yoki boshqa notasi ham bormi? Yo'q, shu bumbak. Bumbak asosan, ha? Gap bo'lishi mumkin emas. Keyin yana kollejda an'anaviy cholg'u darsidan ustozim borlar. Toshpo'latov Abdumalik. Abdumalik aka, albatta Abdumalik akani juda ham ko'p shogirdlarni bilamiz. O'zlari ham bebaho insonda. Ham sozda zo'r, ham odamiylikda zo'r inson. Kamtar, ajoyib bir xarakterga ega bo'lgan Abdumalik aka gap yo'q. Mana shunday ajoyib shogirdlaringiz bilan har qancha faxrlansangiz arziydi. Endi Husniddinjon yana nimadir eshitsak-ku, keyin xudo xolasa yakuniy xulosalarni qilamiz. Nima eshitamiz? Xo'p, bo'lmasa maktab repertuaridan Yoshlar guldastasi. Juda ham yaxshi. Yoshlar guldastasi. Menimcha doira o'ziga xos sport desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Chunki qo'l mushaklarini shunaqa o'zining mashaqqatlari bor. Bor, ha? Barmoqlar, qo'l mushaklarini shakllantirishda asosan doiraning o'rni beqiyos. Hozir mana shu kuyni chalganingizda maktab programmasidan dedingiz. Demak, doirani ham o'zi bosqichma-bosqich ilmlari bu. Faqat bumbakni o'rganish bilan bo'lmasa kerak, ha? Shunaqa. Nima deysiz bu haqda? O'zini ustozlarimiz, ustoz Olim Komilov. Yana qolaversa endi asoschi ustoz Olim Komilov ustozimiz nima qilganlar, o'sha notaga tushirganlar. Ishlab chiqqanlar maktab o'sha dasturini. Shunaqa. O'sha dasturda o'sha notada berilgan kuylar birinchi sinfdan boshlab to 5-sinfgacha kuylarimiz ajratib imkoniyatiga qarab bolalarni demak o'rganadi, sekin astalik bilan o'rganadi. Men hozir o'zimcha xulosa qilyapmanki, mana birinchi chalgan kuylaringiz bu Buxorocha yo'nalishda, hozirgisi xuddi Farg'ona Toshkent yo'nalishi bo'lib ketdi yoki adashdimmi? Demak, doira bilan ham yo'nalishlarni ajratib bo'lib bilarkan-a? Shunday. Qanaqa yo'nalishlarni yana chalish mumkin? Har xil yo'nalishimiz bor. Ana Toshkent yo'nalishida bor. Buxorcha yo'nalishlarimiz bor. Estrada, disko yo'nalishi bor. Bunaqa yo'nalishlarimiz ham bor. Hozir popuri qilish iloji bo'lmasa kerak, bu uchun tayyorgarlik ko'rish kerakdir, yoki bormikan repertuarda? Bir ikkita, uchta yo'nalishni jamlagan holda, bolalar bilan ozgina kelishib olamiz va biz shu o'rinda xayrlashib olamiz, chunki bizga ajratilgan vaqt sekin astalik bilan o'z poyoniga yetib boryapti. Azizlar, siz tushlikda dasturni tomosha qildingiz. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lishligini tilagan holda biz aynan ajoyib doira ustasi Husniddin Zubaydov ularni ajoyib mahoratli shogirdlari ijrosida doira jo'rligida popuri bilan efirni yakunlaymiz. Agar so'zlaringiz bo'lsa, xayrlashib olib keyin doiraga o'tsak ham bo'lardi. Xo'p, barchaga shu ustozlarimga rahmat deb qolaman. Ustoz bu aytib o'tgan ustozlarimdan tashqari yana bir qancha har bir
shu doira ustozlari biz uchun ustoz sanaladi. Albatta. Barchalarga rahmat deb qolaman. Sizga ham taklif uchun Salomat bo'ling. Albatta, hayajon o'z so'zini aytyapti Husniddinjon. Birozgina jonli efir bo'lganligi uchun ham hayajonlanyaptilar yoki o'zi san'atkor kam gap bo'ladi-da. Ulardan mana shu san'atni so'rasa kifoya. Demak, dasturimizga popyur jamlanmasi, bir necha yo'nalishlar, uslublar jamlanmasi doira jo'rligida kuy yakun yasaydi. Qani marhamat. Rahmat. Xush kelibsizlar yana bir bor. Rahmat. Rahmat.